Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Almardonova Mohgul Asqarovnaman. Bugun sizlar bilan ona tili o'qitish metodikasi fanidan morfologiya uslubiyat mavzusidagi dars mashg'ulotimiz taqdimoti bilan tanishamiz. Bugungi darsimizning rejalari quyidagilardan iborat. Birinchisi morfologik uslubiyat, ikkinchisi ot turkumiga xos uslubiy xususiyatlar, uchinchisi sifat turkumiga xos uslubiy xususiyatlar, to'rtinchisi olmosh turkumiga xos uslubiy xususiyatlar va beshinchi rejamiz fe'l turkumiga xos bo'lgan uslubiy xususiyatlar. Morfologik uslubiyat nima ekanligi eng avvalo to'xtalib o'tamiz. Morfologik uslubiyat tilshunoslikda uslubiyat turli birliklarining uslubiy imkoniyatlarini o'rganadi. Morfologiya uslubiyat esa so'z turkumlari va ularning shakl yasash vositalari orqali nutqning ta'sirchanligini oshirish yo'llarini tahlil qiladi. Ushbu yo'nalishda turli o'ziga xos so'z turkumlarini o'ziga xos uslubiy imkoniyatlar o'rganiladi va tahlil qilinadi. Birinchisi, ot turkumiga xos uslubiy xususiyatlar. Otlar gapda predmetlikni ifodalaydi va nutqda aniq yoki mavhum, jonli yoki jonsiz shakllarda qo'llaniladi. Ularni turli so'z shakllanishi va yasama vositalari orqali uslubiy vazifani bajaradi. Jumladan, termin sifatida qo'llaniladigan otlar ilmiy uslubda keng ishlatiladi. Badiiy nutqda sinonim, metafora, metonimiya orqali obrazlilik hosil qilinadi. Publitsistik uslubda ta'sirchanlikni oshirish uchun, shuningdek, hissiy emotsional bo'yoq berish uchun ishlatiladi. Rasmiy idoraviy uslubda esa aniq va rasmiy shaklda ishlatiladi. Birinchi o'rinda kelishik qo'shimchalarning uslubiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Kelishik qo'shimchalari o'zaro almashinib qo'llanilishi mumkin. Birinchi, masalan, ni qo'shimchasini va dan qo'shimchasini almashtirib qo'llashimiz mumkin. Misol uchun, qani oshdan oling yoki oshni oling. Ikkinchisi, ni va ga qo'shimchalar almashib qo'llanilishi mumkin. Gapingizga tushunmadim, gapingizni tushunmadim. Uchinchisi, ni va da qo'shimchalarining almashinib qo'llanilishi. Dalani aylandim yoki dalada aylandim. To'rtinchisi, ning va dan qo'shimchalarining o'zaro almashib qo'llanilishi. Kelganlarning biri, kelganlardan biri. Kelishik qo'shimchalari va ko'makchilar ham almashinib qo'llanilishi mumkin. Masalan, jo'nalish kelishiga qo'shimchasi o'rnida ko'makchi qo'llaniladi. Ukamga oldim yoki ukam uchun oldim. Da qo'shimchasi o'rnida bilan ko'makchisi qo'llanilishi mumkin. Xatni qalamda yozdi, xatni qalam bilan yozdi. Dan qo'shimchasi o'rnida orqali ko'makchisi qo'llaniladi. Xabarni radiodan eshitdik, xabarni radio orqali eshitdik. Egalik qo'shimchalarining uslubiy xususiyatlari. Otlarda qo'llangan egalik qo'shimchasi qaratqich kelishiga qo'shimchasining mavjudligini, qaratqich kelishiga qo'shimchasi esa egalik qo'shimchasining mavjudligini ko'rsatib turadi. Maktab hovlisi bizning maktab. Misolda xuddi shunday bo'lgan. Ikkinchisi, egalik qarashlilik ma'nosi niki qo'shimchasi yordamida ifodalanishi ham mumkin. Faqat bu qo'shimcha shaxs sonini ko'rsatmaydi. Bizning maktab, maktab bizniki. Qaratqich birikmalarda shaxs almashilib qo'llanishi ham mumkin. Masalan, mening uyim shu yerda, Kaminaning uyi shu yerda. Ot yasovchi qo'shimchalar uslubiy xususiyatlari. Bu qo'shimchalar orasida o'zaro sinonim bo'lgan qo'shimchalar ham uchraydi. Adabiyotshunos, adabiyotchi, mehnatkash, mehnatchi. Sifat so'z turkumi esa quyidagi xususiyatlarga ko'ra bo'linadi. Sifat so'z turkumi sifat va belgilarni ifodalashi bilan uslubiyatda keng qo'llaniladi. Turli uslubiy kontekstlarda sifatlardan quyidagicha foydalaniladi. Badiiy uslubda epitet va tashbihlar yaratishda ishlatiladi. Ilmiy uslubda aniq va lo'nda tavsif berish uchun qo'llaniladi. Publitsistik uslubda ta'sirchanlikni oshirish uchun hissiy so'zlar bilan birga ishlatiladi. Rasmiy uslubda sifatlardan asosiy belgilarni aniq tasvirlash maqsadida ishlatiladi. Sifatlardagi qiyosiy darajani bildiruvchi roq qo'shimchasi o'rnida imtir, mitir qo'shimchalari, ish qo'shimchalarini qo'llash mumkin. Masalan, ko'kish, ko'kroq, qoraroq, qoramtir. Sifat yasovchi qo'shimchalar orasida sinonimlik hodisasi ham ko'plab uchraydi. Masalan, aybdor, aybli, serg'ayrat, g'ayratli, chopqir,
Chopag'on. Bu qo'shimchalar orasida antonimlik hodisasi ham uchraydi. Suvli, suvsiz. Olmosh turkumiga xos uslubiy xususiyatlar. Olmoshlar so'zlarni almashtirish orqali nutqni ixchamlashtirish, takroriylikni oldini olish, gapning izchilligini saqlashga xizmat qiladi. Ularning uslubiy jihatlari quyidagilardan iborat. Badiiy uslubda soddalik va nutqning tabiiyligini ta'minlaydi. Ilmiy uslubda obyektga murojaatni qisqartirish uchun ishlatiladi. Publitsistik uslubda esa umumiylik va ta'sirchanlikni oshirish uchun qo'llaniladi. Rasmiy uslubda esa aniq va tushunarli murojaat uchun ishlatiladi. U bu shu olmoshlar o'rnida bir so'zi yoki bir xil so'zlar qo'llaniladi. Bir shunday chamanki atrofida bulbullar giryon, bir xil odamlar tushunmaydi. Bu shunday so'zini almashtirib qo'llashimiz mumkin. Men olmoshi o'rnida kamina so'zi, siz o'rnida o'zlari so'zini qo'llashimiz mumkin. Masalan, bu ishda kaminaning zarracha tajribasi yo'q. Siz va'da bergan edingiz yoki o'zlari va'da bergan edilar. Ilmiy ishlarda, rasmiy hujjatlarda, yig'ilishlarda men olmoshining o'rnida biz ishlatiladi. Bizning bu ilmiy ishimizda ko'rsatish olmoshlarning xususiyatlari haqida so'z yuritiladi. Hurmatni ifodalash uchun sen olmoshi o'rnida siz olmoshini ham ishlatishimiz mumkin. Siz bugun kelasizmi? Yoki aksincha, hurmatsizlikni ifodalash uchun sen olmoshini ko'plik qo'shimchasi qo'llaniladi. Senlar buni tushunmaysanlar. Ko'rsatish olmoshlari ta'kidlash, ajratish ma'nolarni ham ifodalaydi. Kitob bu dono maslahatchi. Fe'l so'z turkumiga xos uslubiy xususiyatlar. Fe'llar harakat, holat va jarayonlarni ifodalashda asosiy vositalardan biri bo'lib uslubiyatga katta ahamiyat kasb etadi. Ular turli uslublarda quyidagicha ishlatiladi. Badiiy nutqda tasviriylik va ekspressivlikni oshiradi. Ilmiy uslubda jarayonlarni aniq ifodalash uchun qo'llaniladi. Publitsistik uslubda dinamik va ta'sirchan nutq yaratish uchun ishlatiladi. Rasmiy uslubda esa aniqlik va rasmiylikni ta'minlaydi. Har bir so'z turkumining o'ziga xos uslubiy xususiyatlari mavjud bo'lib, ular tilning ta'sirchanligi va ifodaliligini oshirishga xizmat qiladi. Shaxs son qo'shimchalarining sinonimiyasi. Birinchisi, fe'lning ikkinchi shaxs birlik qo'shimchasi o'rnida biz ikkinchi shaxs ko'plik qo'shimchasini qo'llashimiz mumkin. Amaki, ertaga kelasizmi? Fe'lning birinchi shaxs birlik qo'shimchasi o'rnida ikkinchi shaxs birlik qo'shimchasini ishlatishimiz mumkin. Tabiatning ishlariga hayron qolasan kishi. Uchinchi, ikkinchi shaxs ko'plik o'rnida birinchi shaxs ko'plik qo'shimchasi qo'llaniladi. Bolalar, bugun diktant yozamiz. Yoki ikkinchi shaxs ko'plik o'rnida uchinchi shaxs birlik qo'shimchasi ishlatiladi. U norozi ohangda dedi. Shunaqa ish bilan ham hazillashib bo'ladimi? Keyingisi zamon qo'shimchalarining o'zaro sinonimlik xususiyati. Hozirgi zamon davom fe'li o'rnida hozirgi kelasi zamon shakli qo'llaniladi. Butun qishloq ular haqida gaplashishadi. Bunda gaplashishyapti bo'lishi kerak edi. Kelasi zamon o'rnida hozirgi zamon shakli qo'llaniladi. Ertaga terimga tushyapmiz. Hozirgi zamon o'rnida esa o'tgan zamon shakli keladi. Qarasam yugurib kelayotibdi. Mayl qo'shimchalarining sinonimiyasi. Ijro maylidagi fe'l buyruq mayli o'rnida keladi. Qani ketdik bolalar. Ijro mayli shart mayli o'rnida keladi. Kelaman dedingmi? Kelishing kerak. Nisbat qo'shimchalari sinonimiyasi. Birgalik nisbat qo'shimchasi ko'plik qo'shimchasiga sinonimdir. Ular kelishdi, ular keldilar. Nisbat qo'shimchalari ichida o'zaro sinonimlikni hosil qiladiganlari ham bor. Il, in, ni, ish, tir, dir, ir, gis, kis, gas, qas, qas. Fe'l yasovchi qo'shimchalar sinonimiyasi. Ba'zi yasama fe'llar iboralarga sinonim bo'ladi. Masalan, gulladi, gulga kirdi. Qo'shimcha yordamida yasalgan fe'llar qo'shma fe'llarga sinonim bo'ladi. Himoyaladi, himoya qildi. Fe'l yasovchilar o'zaro sinonim bo'ladi. Sizlamoq, sizsiramoq, suvsamoq yoki suvsiramoq. Shuning bilan bugungi mavzuyimizga bag'ishlangan taqdimotimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.